Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlarga XM brokeridan qanday qilib ro'yxatdan o'tish va $30 bonusda qanday olishda ko'rsatib o'taman. Do'stlar, biz birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Bu saytni silkasini video opsiyasida qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Qarang, biz mana shunday joyga kelamiz. Mana bu birinchi qatorga O'zbekiston turadi. Ikkinchi qatorga email pochta hamda parol kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir email pochtani kiritib olamiz. Do'stlar, mana email pochtani kiritib oldim. Qarang, kiritib olasiz bironta email pochta. Keyin mana bu joyda mana parolni uzunligi 10 ta harfdan 15 ta harfgacha bo'lishi kerak. Bu yerda mana parolni tartiblari ko'rsatilgan. Bitta katta raqam hamda raqamlar hamda mana shunday turli xil belgilardan iborat parol kiritib olamiz. Do'stlar, mana men kiritib oldim va mana bu galchkani qo'yamiz va registratsiya tugmasiga bosib hozir sizlarga qanday ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman. Hozir mana do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Mana biz email pochtamizga xabar bo'lyapti. Hozir email pochtadan biz tasdiqlab qo'yamiz. Mana email pochtamizga keldi. Mana podtвердить adres pochta degan tugmani bosamiz va hozir biz tasdiqlab qo'yamiz. Hozir mana bu yerda bizda tasdiqlanadi. Sizlar ham mana shunday tartibda bemalol email pochtangizni kiritib olasizlar. Do'stlar, mana hozir kirib oldik XM brokerga. Endi hozir qanday qilib ro'yxatdan o'tishda, ya'ni ma'lumotlarni kiritishda ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana hozir XM brokerga kirib oldik. Hozir sizlarga oson bo'lishi uchun mana hozir tarjima bo'limidan sizlarga tarjima qilib ko'rsatib o'taman. Qarang, biz bu yerdan mana kirib olgan paytimiz bizga turli xil bonuslar beradi. Bu bonuslarni ham ko'rsatib o'taman. Ya'ni $30 bonus olish uchun do'stlar biz birinchi navbatda hisobimizda tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana tasdiqlang degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosib hozir biz o'zimizning pasport ma'lumotlarimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir bir daqiqa mana tarjimaga o'tib olamiz va qarang, bu yerda mana biz ismimizda hamda otamizning ismini hamda familiya hamda tug'ilgan sanamizni va telefon raqamlarimizni kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Buni kiritib olasizlar. Kiritib olganlaringizdan so'ng ikkinchi etap hozir ya'ni hujjatlaringizni kiritib olasiz. Ya'ni mana bu joyga ma'lumotlaringizni kiritasiz. Do'stlar, men ma'lumotlarimni kiritib olganman. Hozir og'zaki tushuntirib o'taman. Ma'lumotlarni kiritasiz. Ikkinchi qadamda mana pasport ma'lumotlaringizni tanlab qoldirib, pasportlaringizni skaner qilasiz va yashash joyini ham pasport joyida bor. Shu rasmlarni kiritib olib, ro'yxatdan o'tib olasiz. Ya'ni ma'lumotlarni yuborasiz. Yuborgandan so'ng bu bir kun ichida sizlarga email pochtalaringizga xabar boradi, ya'ni ro'yxatdan o'tganingiz haqida. Yoki agarda bironta joyda xato bo'ladigan bo'lsa, ushbu joylarni to'g'rilab qayta kiritasizlar. Hammasi oson. Shaxsiy ma'lumotlar hamda pasportni rasmini yuborasiz, bo'ldi.